Assalomu alaykum hammaga. Sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Ish bor, akalar, opalar, videoni ko'rishdan oldin bir donadan like bosinglar. Kimki yangi bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qolinglar. Обязательно videoni ko'rib bo'lgandan keyin kommentariyaga o'tib, kommentariyaga yozinglar. Qanday ishlarni chiqarishimda kommentariyaga o'tib yozib qo'yinglar. Akalar, opalar, kommentariyaga gazini bosinglar, yozib tashlaylar, like ham gazini bosinglar. Bugungi ishimiz Moskovskiy oblastdan Pekarnidan ish chiqaryapman. Akalar, opalar, usloviyasini aytib o'taman. Videoni to oxirigacha ko'ringlar, like bosinglar. Akalar, opalar, videosini ham qo'yib o'taman, ko'rishlaring mumkin. O'sha uchun videoni to oxirigacha ko'ringlar. Videoni ko'rishdan oldin обязательно like, подпискani yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. To'g'ri joy beradi, registratsiya qilib beradi. Agarki siz O'zbekiston, Tojikistondan yoki Qirg'izistondan yangi kelgan bo'lsangiz, dokument ham qabul qiladi, dokumentlaringizga yordam beradi. Yo granitsaga chiqib kelgan bo'lsangiz, dokumentlaringizga yordam beradi. Akalar, opalar, под Moskva dokumentingiz bormi? Bemalol kelishingiz mumkin. Ofitsialniy ishga qabul qiladi. Bir oyda 2 marta oylik beradi. Bu pekarnida nima chiqaradi? Xleb, pirog, короче, shirinliklar, har xil pichin nimalardan chiqaradi. Upakovka qilinadi, sortirovka qilinadi. Ishini ham qo'yaman, ko'rishlaring mumkin. Akalar, opalar, smenasiga 3700 rubldan to'lanadi. Erkak va ayol kishilarga данный момент joy bor. 10 ta odamga joy bor. Telefon qilinglar ekrandagi nomerga. Срочный telefon qilinglar, joylarni zaynit qilinglar, kelinglar, joylashinglar. Akalar, opalar, telefon qilib yana iltimos usloviyasini so'rab o'tirmanglar. Usloviyasini o'zim aytib o'tyapman. Yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi, bir oyda 2 marta oylik beradi. 3700 rubldan smenasi, yotoq joy registratsiyasidan tashqari 3700 rubldan smenasiga olasizlar. Erkak va ayol kishilarga 10 ta odamga joy bor. Videosini qo'yaman, ko'rishlaring mumkin.